فيها حب فيها وجد واشتياق لا يحد فيها حب فيها وجد واشتياق لا يحد يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli O'rta Osiyo musulmon birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun bizlar Tengri taoloning eng ulug' ne'matini soyasida jam bo'ldik. Ne'matiki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy. Ya'ni barcha tamom tirik mavjudotlar hayotligi suv bilandir. Mana alhamdulillah Imom Buxoriy vaqfi tariqi bilan 51 ushbu quduq Ravshan oilasi, ota-onalar va qarindoshlar nomidan qurshab va bundan suv chashmasini joriy qildik. Bu faqat suv manbasi emas, balki to zamoniki bundan musulmonlar serob bo'ladi, birodarimizga sadaqa joriy deb. Rabbim birodarlar va xohirlarimizni qilgan sadaqatlarini darboriga qabul etib va bularda ajr va padoshini pura nasib etib, Havz-i Kavsardan suv ichirsin. Allahumma amin. Jazakumulloh khayr. في الروح فاضت وسلاما أبديا صل يا ربي عليه واسقنا من راحتيه. صل يا ربي عليه واسقنا من راحتيه.